Bir odam payg'ambarimizdan so'ragan ekan, "Ya Rasululloh, onamga yediraman, qarayman, boqaman, tahoratlariga qarayman. Onamni menga qilgan xizmatiga barobar keldimmi? Bir marta shirin uyqusini buzib, seni emizganini haqqini ado qilganing yo'q." Bu yerda niyat boshqa, ey ummatim dedilar Muhammad sallallohu alayhi vasallam. Seni bu onang, o'g'lim katta bo'lsin deb qaragan. Sen 3-4 kunlik umrlari qoldi, endi qarab qo'ya qolay deb qarabsan. Niyat bitta boshqacha. Onang, o'g'lim katta bo'lsin, umri uzoq bo'lsin deb qaragan. Sen 3-4 kunlik mehmonda deb qarabsan. Bu qarash bilan u qarash farqi bor.